Bugungi raqamlashayotgan dunyoda endi an'anaviy biznes qilish bu vaqtni behuda ketkazish demakdir. Chunki biz oddiy aravada yuk tashiyotgan bir paytda dunyo bozori masofada turib eltib bermoqda. Biz smartfonimizdan faqat qo'ng'iroq orqali foydalanayotgan bir paytda chetdagilar butun bir biznesni boshqarmoqda. Bu taraqqiyot yo'nalishi yurtimizga kirib kelgan. Ammo ko'pchilik biznes egalari yo buni qabul qila olmayapti, yo qo'rqmoqda. Men Xondamir Saidahmetov. IT yo'nalishi bo'yicha 10 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Shu paytgacha turli biznes yo'nalishlarini avtomatlashtirib, nafaqat ichki bozorga, balki uni jahon bozoriga olib chiqqanman. 10 yillik tajribamdan kelib chiqib, o'zimning yangi loyihamni e'tiboringizga havola etmoqchiman. IT Khan. Bu mening xizmat ko'rsatuvchi brendim nomi. Barcha turdagi biznes egalariga 6 turdagi innovatsion xizmatlarni ko'rsataman. Birinchi xizmat ERP tizimi. Bu nima ekan degan fikr barchangizning xayolingizga keldi, to'g'rimi? ERP korxonalardagi barcha jarayonlar boshqaruvini bir joyga jamlaydigan tizim. Ishlab chiqarishdan tortib sotuvgacha. Bu orqali siz ortiqcha mablag' sarflamaysiz, vaqt ketkizmaysiz. Rahbariyat real vaqt rejimida aniq ma'lumot oladi. Bo'limlar o'rtasida aloqa ancha osonlashadi. ERP tizimi Korxona ichidagi barcha jarayonlarni bir joydan boshqaradigan tizim. Ikkinchi xizmat. Biznesingiz uchun veb-sayt yaratish. Veb-sayt nima o'zi? Odamlar sizni Google dan topa oladi. Mijozlar sizni jiddiy biznes deb qabul qiladi. Onlayn savdo qilish uchun internet magazinga ega bo'lasiz. Reklama berishda sayt bo'lsa, ishonch kuchli bo'ladi. Videolar, rasmlar, narxlar, misollar hammasi bitta joyda. Mijoz qaror qabul qilishi osonlashadi. Agar kerak bo'lsa, to'lov qabul qilish, savat, mahsulotlar qo'shishga hammasi qo'shiladi. Ko'p bizneslarda sayt yo'q. Sizda bo'lsa bor. Bu orqali darajangiz yuqoriga chiqadi. Uchinchi xizmat. Mobil ilova yaratish. Sizning biznesingiz endi mijozlarning cho'ntagida. Sizning biznesingizning mobil ilovasi bo'lsa, mijoz uni telefoniga o'rnatib oladi. Telefon esa odamning cho'ntagida. Demak, biznesingiz doim mijoz bilan birga yuradi. Xohlagan paytida ochadi. Xizmatlaringizni ko'radi, buyurtma qiladi, narxlarni biladi, sizning reklamalaringizni oladi. Mijozni o'ziga bog'laydi. Naqd ilova telefonida turadi, demak u sizdan uzoqlashmaydi. Qanday foydasi bor deysizmi? Unda eshiting. Yangiliklarni bepul jo'natasiz. Mijozlar telefon orqali bir necha bosishda buyurtma beradilar. Brend imiji oshadi. Sotuv ko'payadi, qulaylik bo'lsa, mijoz ko'p bo'ladi. Bu orqali siz juda katta miqdorda pul tejaysiz, xarajat kam, foyda maksimum. 4-xizmat. Xalqimizning asosiy ish jarayonlari, ma'lumotlar almashinuvi, chat yoki axborot manbai aynan Telegram platformasida. Bu esa sizga biznesingizni katta auditoriyaga yetkazib berish imkonini beradi. Biz sizga Telegram botlarni yaratib beramiz. Bunda siz nimaga ega bo'lishingiz haqida aytaman. Biznes jarayonlari tezlashadi. Mijozlar bilan aloqa osonlashadi. 3D modellashtirish nima degan savolga javob: binolarning tashqi va ichki dizaynlarining fotorealistik 3D modellari tayyorlanadi. Logo dizayn tayyorlanadi. Branding va firma uslubi, marketing materiallari uchun grafik dizayn tayyorlab beriladi. Bu esa sizga sifatli hamda zamonaviy imij taqdim etadi. 6-xizmat raqamli marketing bo'lagi. Bu biznesingizni internetda reklama qilish, mijoz topish va sotuvni ko'paytirish uchun ko'rsatiladigan xizmatlar majmuasi. SMM bu asosan Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlarda marketing qilish demaydi. Postlar, videolar, dizaynlar, stories, reklama bannerlari xuddi shu yo'nalish tizimida tayyorlanadi. Ko'proq mijoz olib keladi. Savdoni oshiradi, brend taniladi, raqobatchilardan ajralib turasiz. IT Khan, Global texnologiyalar imperiyasi.